Bizning Anilanus kanalimiz homiyi bo'ling va sizning loyihalaringiz bizning videolarda namoyish etiladi. Diqqat! Bu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. O'zbek tilidagi animatsiya va dublyaj muallifi hech kimni yoki hech narsani targ'ib qilmaydi. Bu shunchaki animatsiya. Ushbu video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shuningdek, o'z layklaringizni ham bosing. Bu siz uchun qiyin emas-ku. Biz uchun esa yoqimli. Barchangizga maroqli tomosha tilaymiz. Bu Jichelar shahri va... salom yigitlar, qandaysiz? Bizga zumradlaringni ber yoki senga yomon bo'ladi. Rostdanmi? Siz yigitlar bu ish beradi deb o'ylaganmidingiz? Mayli, jazo vaqti. To'xta, bizni qo'yib yuborsak hamma zumradlarimizni beramiz. Mayli, kelishdik. Mana. Rostdanmi? Menimcha ular ustimdan shunchaki kulishmoqchi edi. To'xta, ana u yigitlar nima qilyapti? Qandaysan, Sivat? Bu nima? Jicherga prezidentlik uchun ovoz bering. Axir men edim-ku prezident. Endi yo'q, bizda lider tanlash uchun saylov bor. Birodar, balki men yutishga urinib ko'rarman. Sen yuta olasan deb o'ylamayman. Nima? Nega? Rostini aytsam, seni hech kim yoqtirmaydi. To'xta, nima? Mayli, men saylovga o'z nomzodimni qo'yib, qanday qilib qirol bo'lishimni sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Yaxshi, menimcha bu ro'yxatda o'tish joyiga o'xshayapti. Qo'y, men saylovga o'z nomzodimni qo'ymoqchiman. Yaxshi, bu 10 mingta zumrad turadi. 10 mingta zumrad? Men hozir kelaman. Yaxshi, men maktab pullarimni olishga keldim. Navbatning uzunligiga qarang. Qo'y, iltimos, menga 10 mingta zumrad bera olasizmi? Albatta, ammo yo'q. To'xta. Nima bo'ldi? Meni kechirasan, Sivat. Senda 10 mingta zumrad yo'q. Unda hisobimdagi barchasini bering. Albatta, mana ol. 3 ta zumrad? Meni qolgan pullarim qani? Juda ham bachkanasan. Yaxshi, bir reja vaqti. Kiyimlar do'koni aynan keraklisi. Vau, bular ajoyib ko'rinyapti. Mana bu qancha turadi? Bu 99 ta zumrad. 99 ta zumrad. Yaxshi, ana unisi qancha? Zo'mi boshimi 4 ta zumrad. Menga bor yo'g'i bitta zumrad kerak ekan. Hozir kelaman. Biz ozgina kutishimiz kerak. Yaxshi o'g'lim, nimani tilamoqchisan? Men oyim tuzalib ketishini va shifoxonadan qaytib kelishini tilayman. Yaxshi, endi men shoshilishim kerak. Qani u? Mana, bu yerga ber. Haligi pul uchun rahmat. Bitta zombi niqobi. Yaxshi, mana u. Qani ketdik. Men bu niqobni zumrad olish uchun ishlatganim ma'qul, chunki baribir meni kimligimni bilishmaydi. Hammaga salom. Men bu yerda omonmoqchiman. Yo'limdan qoching. Men bu vaqtda omonmoqchiman. Qoching deyapman, qoching. Hech kim qarshilik ko'rsatmasa, hech kim zarar ko'rmaydi. Shunchaki yo'lni bo'shating. Yaxshi, men hoziroq 10 mingta zumrad xohlayman. Salom Sivat. Nima deding? Qo'riqchilar. Qo'riqchi nima? Yo'q, siz yigitlar bunga javob berasizmi? Bunga nima deysiz? O'zingizni bosing, shunchaki hazillashdi. Bu niqob bo'lmadi. Pulimni qaytarib bering. Sher kiyimlar xizmatiga murojaat qilishing kerak. Yaxshi, lekin u yerda hech kim yo'q-ku. Nima? Yo'q, xudoyim. Yaxshi, pulimni qaytarib bera olasizmi? Pulingni qaytarib bera olmayman, lekin boshqa niqob berishim mumkin. Yaxshi, ko'raychi, qandaydir foydali narsa toparman. To'xta. Yo'q, to'xta. Jichel niqobi? Nega buni oldin ko'rmagan ekanman? Va shunisini olsam bo'ladimi? Albatta, mana. Qani ketdik. Bu juda ham ajoyib. O'ylashimcha menda reja bor, lekin menga yana bir narsa kerak. Uy hayvonlari do'koni. O'ylaymanki, u yerda men qidirayotgan narsa bor. Qo'y, menga ism qog'ozi bera olasizmi? Albatta, bitta bera olaman. Qani ketdik. Siz eng yaxshisiz. Rahmat, birodar. Xo'sh, endi bunga qayta nom qo'yishim kerak. Bob. Ga nima deysiz? Bob. Xo'y, menga buni taqib qo'ya olasizmi? Yaxshi. Rahmat, birodar. Menga katta yaxshilik qilardingiz. Mana. Bu ko'rinish ancha yaxshi ko'rinyapti. Menimcha ish beradi. Yaxshi, qani ketdik. Shunchaki o'zingni doimgidek tut. Nega hammangiz menga bunday qarayapsiz? Haligi men o'z hisobimdan 10 mingta zumrad olmoqchi edim. Ahvollaring qalay, Bob? Yaxshi, men o'zingchi. Shunda senga bor yo'q 10 mingta zumrad kerakmi? Xuddi shunday. Yaxshi, bir soniya. To'xta. Jirosu, meni sezib qoldimi? Shuncha pul bor, yagona hisobing bu o'g'lingni kollej uchun qo'ygan puling ekan. Xuddi o'shandan ol. Yaxshi, mana Bob. U qani ketdik. Bu juda ham yaxshi. Sening yaxshisan. Bu rosa ham ish berdi. Qani ketdik. Yaxshi, mana ol 10 mingta zumrad. Wow, sen rosa ham buni qilding. O'shanda ro'yxatda o'tdimmi? Endi senga bor yo'g'i 500 ta imzo kerak. 500 ta imzo, birodar, nima uchun bu haqda oldinroq aytmading? Axir bu juda ham ko'p vaqt oladi. Yaxshi, men buni qilaman. Axir men saylovda g'olib chiqmoqchiman. Menga kichik sovg'a sifatida imzo bera olmaysanmi? Albatta, agar menga bir yaxshilik qilsang. Yaxshi, nima ekan? Menga sandig'imni taxlashda yordaming kerak. Yo'q, xudoyim, bu juda ko'p vaqt oladi. Mayli, imzo uchun buni qilishga tayyorman. Mana bo'ldi. Sandig'ingni taxlab bo'ldim, bir qara. Ya xudoyim, bu ham zo'r ko'rinyapti. Yaxshi, endi menga imzo berasanmi? Sen boshqa sandiqda ham taxlashing kerak. Yana qanday sandiq? Axir bu juda ko'p ish-ku.
Yo'q, men bu yerda suraman, boshqa narsa o'ylab toparman. O'ylaymanki, bunisi ish beradi. Va bo'ldi, endi sinab ko'ramiz. Nima xohlaysan? Qo'y, salom janob. Men uyingizda atrofidan dinamit qo'yib chiqdim va agar Qiziq emas. Birodar, qanday qilib 500 ta imzo to'playman? Axir bu imkonsiz-ku. O, to'xta, o'ylashimcha menda reja bor. Yo'q, birodar, siz parkurda juda ham zo'r ekansiz. Bu juda ham ajoyib edi. Menmi? Ha, siz juda ham zo'r ko'ringandingiz. Bu nima? 3 talik sakrashmidi? Bunchalik zo'r qildim deb o'ylamagandim. Haligi dastxatingizni olsam bo'ladimi? Albatta, muxlislar uchun hamma narsaga tayyorman. O, qani keting, menda imzo bor. To'xta, jichel deb yozibdimi? Jichel va jichel. Mana 500 ta imzo tayyor. Yo, mana birodar 500 ta imzo. Va xavotir olma, men ana u yigitga 10 ming ta zumrad to'laganman. Saylovda qatnashish pul turmaydi. To'xta, nima? Ha, mayli, nima bo'lganda ham men ro'yxatda o'tdimmi? Ha, albatta. O, qani ketdik. Mana bu hozirgi umumiy natijalar. O, yaxshi, qani bir ko'raychi. To'xta, nima? 0%. Axir men oxirgi o'rindaman. Mayli, menga biroz vaqt bering, men ko'tarilib bu saylovda g'alaba qozonaman. Yaxshi, odamlarni menga ovoz berishga majburlash bu qiyin ish, lekin menda bir g'oya bor. Menga jamoa kerak, lekin dastlab zumrad kerak. Yaxshi, o'ylaymanki bu ish beradi. Dadajon, bu safar hammasi yaxshi bo'ladimi? Xavotir olma o'g'lim, u bu yerda emas, menga ishon. Oyim tuzalib ketishini tilayman. Qani ketdik. Tekin pul uchun rahmat, kichkintoy. Yaxshi, endi menda yetarlicha pul bor. Pikselchalakdagi bo'yoqlar. Qo'y, men biroz yashil rang sotib olmoqchi edim. Albatta, mana. O, yo'q, rahmat. Bu juda ham ajoyib. Haligi menga mo'y qalam ham bera olasizmi? Qo'y, hammangiz men ortimdan yuring. Ana u yerda tekin zumradlar bor. Oha, hammangiz shunchaki shu yerga keling. Tekin zumradlar. Shoshma, bizni yana aldamayotganingni qayerdan bilamiz? O, sizlar meni aldayapti deb o'ylayapsizlarmi? Agar aldayotgan bo'lsa, mana u yerga nega zumradlarni qo'ydim? Yo'q, doim u aldamabdi. Qani ketdik, tekin zumradlar. Ha, kela qoling yigitlar, men aldamayapman. Yaxshi yigitlar, sizlarga rostini aytaman. Men sizlarni aldadim. Men shunchaki toshga zumrad rasmini chizdim. Lekin sizlarga bir gapim bor. Meni eshiting. Men prezidentlik uchun saylovda g'alaba qozonmoqchiman va agar men yutsam, menga ishongan har bir odamga tonnalab zumrad beraman. Va agar menga ishonsangiz, menga yordam bering. Yordam berishni xohlamasangiz, ana katta ko'cha. Xo'sh, nima deysiz? Yaxshi yigitlar, qani ketdik. Qo'y, yigitlar, qo'ysangizchi, hazillashyapsizmi? O, to'xta, bittasi qolibdi. O, birodar, xavotir olma, biz g'alaba qozonamiz. Hakuna Matata. Jin ursin. Axir qayerdadir menga ishlashga rozi bo'ladigan odam topilishi kerak-ku. O, to'xta, qayerdaligini bilaman. Yo'q, qani ketdik. Bu yigitlar aniq menga ishlashadi. Yigitlar, agar menga ishlashga rozi bo'lsangiz, men sizlarga uxlaydigan joy va kuniga 2 ta zumrad beraman. Albatta roziman. Yaxshi yigitlar, bu pullarni yig'ish uchun o'zimda bor hamma narsani sotdim. O'ylaymanki, bu ishlashimiz uchun yetadi. Biz dastlab bu pullarni yorliq mashinalarni sotib olishga sarflaymiz va yorliqlar yasab ham ergilib. Yo'q. Ular meni omarishdi. Endi nima qilaman? Axir hech kim menga tekinga ishlashga rozi bo'lmaydi-ku. To'xta. Yangi jichillar yetimxonasi aynan kerakli joy. Qo'y, janob, men bir nechta kichkintoy jichillarni asrab olmoqchi edim. Ajoyib, bizda yangi boshpana xohlayotgan bolalar tiqilib yotibdi. Senga yaxshi va sog'lomlardan tanlab beraman. O, yo'q, birodar, ularni hammasi ajoyib. Ularni hammasini asrab olaman. He. Yaxshi yigitlar, men sizlarni asrab oldim va endi sizlar menga ishlaysiz va biz bu saylovda g'alaba qozonamiz. Kim ishlashga tayyor? Bizni asrab oldik degani bu biz senga ishlashga majburmiz degani emas. 1 million ta zumrad yig'maguningga qadar qaytib kelma. Qo'y, shoshma. Qani ketdik, jiddiy aytmaganingizni bilgandim. Kirka berishni unutibman. Yaxshi, qolganlaringiz ishlashga tayyormisiz? Shunday deb o'ylagandim. Yaxshi, endi menga bir nechta rasm dastgohi kerak. Qo'y, birodar, bilasanmi, menda hozir uncha ko'p pul yo'q. Shuning uchun menga bir nechta rasm dastgohini qarzga bera olasanmi? Albatta, keyin qarzimni to'layman. O, yo'q, umuman ilojim yo'q. Yaxshi, bir rejasi. Nima deganlarim esingdami? Ha. Yaxshi, u yerga bor. Men oyim kasal bo'lib qoldi. Maktab uchun bir nechta rasm dastgohi bera olasizmi? O, yo'q, xudoyim, albatta kichkintoy. O, qani ketdik. Yaxshi, endi dastgohlar bor. Kim rasm chizishda zo'r? O, bu juda ajoyib. Uchalangizmi? Yaxshi, uchalangiz o'zaro rasm chizish musobaqasi o'ynaysiz va kim meni eng yaxshi chizsa o'sha g'olib. Yaxshi yigitlar, ko'raylikchi nimalar qilibsiz. O'ylaymanki g'alaba qozonaman. O, yo'q, xudoyim, bu juda ham ajoyib, lekin sen meni chizishing kerak edi-ku. Men faqat cho'chqalarni chizishni bilaman. O, yo'q, xudoyim, borib joyingga o'tir. Xavotir olmang, Sivat, men sizni juda ajoyib qilib chizdim. O, rostmi? Qani ketdik. Meni chizganingni ko'raylikchi.
1 million zumrad yig'maguningga qadar qaytib kelma. Ularga o'xshab yomon chizmagansan deb umid qilaman. Qani berchi. Yaxshi mana. Yo'q, olam ko'p olam. Qani ketdik. Biz albatta buni andoza qilib chatamas. Sening yaxshisan. Yaxshi yigitlar, sizlar mana shu andozaga qarab yorliqlar yasashingiz kerak va biz yorliqlarni shahar bo'ylab bosib chiqamiz. Ular menga tonnalab ovoz olib keladi. O, qani ketdik. Yaxshi, yaxshi. Menda juda ko'p yorliqlar bo'ladi. Bular juda ajoyib. Bu nima? Qo'limdan kelgancha urindim. 1 million zumrad yig'maguningga qadar qaytib kelma. Yaxshi yigitlar, kelinglar yorliqlarni yopishtiramiz. O, barakalla, bu juda ajoyib ko'rinyapti. Uyimga tegma. Xavotir olma kichkintoyim, biz hozir bu yerni dizaynini o'zgartiramiz. Va bo'ldi, mana juda ajoyib ko'rinyapti. O, salom birodar, o'zing chiqa olmaydigan uying qanday ko'rinyapti? Bu beri kichkintoy shunchalarini xafa qilganing uchun la'nat itva. O, odamlar to'planib turgan joy, u yerga yorliq yopishtirsa yaxshi bo'ladi. Qo'y yigitlar, unutmang, Sivatga ovoz bering. Men bu saylovda g'alaba qozonmoqchiman. Qo'y yigitlar, nega yig'layapsiz? Nima bo'ldi? Meni kechiring, men bilmagandim. To'xtang yigitlar, axir bu yorliq yopishtirish uchun eng zo'r joy-ku. Bu yerda shuncha odamlar bor. Kelinglar ishni boshlaymiz. Qani ketdik yigitlar, biz qo'ylatib qo'ydik. Bu juda ajoyib. Bu aniq meni yutishimga yordam beradi. Chunki buni hamma ko'radi. Shoshma. Sen ham men o'ylayotgan narsani o'ylayapsanmi? Sivatga ovoz bering. Bu endi ancha yaxshi ko'rinyapti, shunday emasmi? Yigitlar, biz juda ajoyib ishlayapmiz. Agar shu zaylda davom etsak, albatta g'alaba qozonamiz. Endi esa nima qilyapsan? Menimcha men och qoldim. O, xavotir olma. Menimcha menda biroz ovqat bor edi. Yo'q, menda bor yo'g'i bitta non bor ekan. Ha, mana buni ol. Lekin bilasanmi, bu oxirgisi ekan. Kel shuning uchun bo'lishib yeymiz. Non bo'laklari. Ha, kel senga bitta non bo'lagiga beraman. Lekin bilasanmi, sizlar juda ko'psizlar. Shuning uchun 9 ta non bo'lagi yetadi deb o'ylamayman. Ha, non ushoqlari. Senga bitta non ushog'i beraman. O'ylaymanki, bu senga yetadi. O, qani keting yigitlar, bu ish berdi va o'ylaymanki, bu juda ko'p vaqtga yetadi. O, jinursan. Menga biroz ovqat kerak. To'xta, bir g'oya bor. Yo, Mr. Beast, menga biroz festivals bera olasizmi? Yaxshi, Mr. Beast, menga biroz festivals yuborgan bo'lish kerak. To'xtanim. 50 mingta festivals. Yo, to'xta, axir bu juda ko'p-ku. Har bir boshqa to'la festivals. Yo, to'xta, kallamga bir g'oya keldi. Tekin festivalslar. Oha. Bu ularga murojaat qilishga eng zo'r joy. Qo'y, qaloyoq, menga ovoz bersangiz Tekin festivals. Qo'y, yigitlar, o'zingizni bosing, hammaga yetadi. Yaxshi, va mana ol. O'ylaymanki, hammaga berdim. Hamma festivals oldimi? Yaxshi yigitlar, endi bir tatib ko'ringlarchi, mazasi qandaligini aytasizlar keyin. O, qani ketdik. Menimcha bu sizlarga yoqdi. Bu juda ajoyib. To'xta, men olmadim-ku. O, momo yo'q birodar. Mana ol. Keyin mazasi qandayligini aytasan. Normal, lekin uncha emas. Nima? Yaxshi yigitlar, men bu yolg'onchi bolani og'zini yopdim. Endi hammaga yanada ko'proq festival tarqatamiz. Yaxshi yigitlar, sizlar festivalni yurtimizning har qayerda bor Walmart do'konlarida olishingiz mumkin. Juda ham mazali tatib ko'ring va boring. Xullas chotki, juda ham maza qilib yeysizlar. Marhamat. Xo'sh yigitlar, o'ylaymanki, bu ish beryapti. Bu bizga juda ko'p ovozlar olib keladi. Xo'sh, endi nima? Men futbolka qildim. Nima? Buni qachon qilishga ulgurding? Bu juda ham ajoyib-ku. Qani bir kiyib ko'ray. O, axir bu olov-ku, olov. Sen haqiqiy dahosan. Birodar, Tekin futbolkaga nima deysiz? O, albatta. Aha, bir kiyib ko'ringchi. Yaxshi. O, birodar, siz juda olov ko'rinyapsiz. Rostdanmi? Ha, albatta. Sivatga ovoz bering. Qo'y, futbolka xohlaysizmi? Ha, albatta. Aha, yaxshi. Sivatga ovoz bering. Yaxshi. Qo'y, janob, futbolka xohlaysizmi? O, albatta ha. O, ishonasizmi? Hozirgina oxirgisini berib yuboribman. Meni kechiring. Jonurson. O, qani ketdik. Bizning ko'ylagimizni bir talay odamlar kiyyapti. Xo'sh, janob, men mashaqqat bilan ishladim. Endi natijalar jadvalini ko'rsating. Albatta, mana. O, qani ketdik. Endi aniq o'rnim ko'tarilgan bo'lishi kerak. Nima? 0.001%. Shuncha ishni bekorga qildimmi? Kechirasan, birodar, musobaqa ham oson narsa emas. O, xavotir olmang, men taslim bo'lmayman. Men bu saylovda albatta g'alaba qozonaman. Yaxshi, yigitlar, mening strategiyam biz o'ylaganimizdek natija bermayapti. Shuning uchun boshqacha yo'ldan boramiz. Biz saylovga boshqa nomzodlarni o'yindan chiqaramiz. Cho'chqavoy birinchi. Qo'y, bilasizmi, siz bilan bir narsalarni muhokama qilmoqchi edim. Mana shu yerga kiring, hozir ortingizdan boraman. Yaxshi, shu yerda biroz turib turing va o'ylaymanki, yaxshi to'planishiga 5 daqiqa yetadi. Yaxshi birodar, bo'ldi. Ko'raylikchi qanday pishibdi. O, qani ketdik. Bu ish berdi. Yaxshi, bittasi tayyor. To'xta, axir bu natijalarga ta'sir qiladi. Xo'p, janob, natijalarni ko'rsam bo'ladimi? O, yomon xabarlarni eshitdingizmi? O, ha, bu juda yomon. Yaxshi, bo'la qol. 6%. Qani ketdik, bu ish beryapti. Yaxshi, Temir Golem, sen keyingisisan.
Ha, to'g'ri, bu biroz xavfli-yu, lekin urinib ko'rishim kerak. Ha, janob, sizlar bilan shunchaki teshik uchun gaplashgani keldim. O'ldiringlar uni. Yigitlar, o'zingizni bosing. Meni eshiting iltimos. Bilasiz, yaqinda saylov. Ha? Va yigitlar, JC'lardan ko'proq kimlarni yomon ko'rasiz? Temir golemlarni. Aynan. Shuning uchun menda sizlarga bir taklif bor. Yaxshi, to'rtalang men bilan yurasizlar, yordamingiz kerak. Yaxshi, ajoyib, mana u. Ho, janob Temir golem, tezroq menga yordamingiz kerak. 4 ta JC bolasini qaroqchilar o'g'irlab ketdi. Ortimda yuring, tez bizda vaqt yo'q, bo'ling. Mana ular. Atrofda hech qanday qaroqchi ko'rmayapman. Shuning uchun ularni qutqarishga borsak bo'ladi. Bo'la qoling, ortimda yuring. Xavotir olmang bolalar, janob Golem shu yerda. Biz bu yerdan xavfsiz chiqib ketamiz. Yaxshi, endi meni eshiting. Agar meni aytganlarimni qilmasangiz, men mana bu bolalarni lavaga tashlayman. Menimcha u jiddiy aytyapti. Unga quloq solganimiz ma'qul. Mana bu yerga ikkalangiz ham qafasga kiring. Temir golem sen birinchi. Xavotir olmang birodar, biz albatta bu yerdan chiqib ketamiz, albatta chiqamiz. O, yaxshi, qani ketdik. Mana hammasi kelishganimizdek, to'g'rimi? Ha, ketishingiz mumkin. Yaxshi, rahmat birodar. Xo'sh, bo'ldi, qani ketdik. Yuringlar. Kechirasan birodar, buni o'zim uchun qilmayapman. Shunchaki saylovda g'alaba qozonmoqchiman. O, qani ketdik, yana bittasi tayyor. Endi mana bu xunuk jitil. Birodar, uni hamma yerdan qidiryapman. Qayerga berkindi ekan? O, to'xta, bu nima? Davlamalar pionerlari? Oldin bu yerni ko'rmagan ekanman. Yo, yigitlar, bu yerda nima qilasiz o'zi? Biz yangi damlamalar tayyorlaymiz. Bugun naq 3 tasini qilibman. Mana hozirgina tugatganimni ko'r. O, birodar, bu nima? Xunukka aylanish damlamasi? Nima karomati bor buning? Sinovchida sinab ko'r. O, birodar, meni kechir, sen juda xunuk bo'lasan. Axir bu menman-ku. Ha, bu ish berdi. Bu yigit ahmoq edi. To'xta, menimcha bu aytgan o'sha 3 ta damlama. Yaxshi, buni nimaligini bilaman, lekin mana bu nima? Qisqartirish damlamasi, bittasini sinovchi olaman. Rohat damlamasi, birodar, men bularni tezroq sinab ko'rishim kerak. Rohat damlamasini sinash vaqti keldi. Men bu nima qilishidan xavotirlanyapman. Ha, janob, menda sizga sovg'a bor. Rostdanmi? Ha, nima qilib qo'ydim? Menga nima qilib qo'yding? Kechirasan birodar, bunday bo'ladi deb o'ylamagandim. Sen bezorisan. Qo'y birodar, meni eshit, men bunday demoqchi emasdim. Ha, joningdan. Yaxshi, mana meni keyingi o'ljam qisqartirish damlamasini sinash vaqti keldi. Qiziq, bu nima qilar ekan? Kechirasan birodar, bu ilm fan uchun. To'xta, nima? O, yo xudoyim, sen juda kichkina bo'lib qolding. Bu juda ajoyib-ku, sen juda yoqimtoshli chel bo'lib ko'rinyapsan. Mayli, endi aslimga qaytar. Men buni qanday qilishni bilmayman. Sen bunga javob berasan. Yo xudoyim, mana bu kichkina oyoqchalarga qarang. To'xta, menda ajoyib g'oya bor. Bu jang juda zo'r, lekin meni nimaga chaqirding? Meni eshit, menga seni saylov o'yinidan chiqishing kerak. Buni qiladi deb o'ylaysan? Shunday deysan deb o'ylagandim. Endi-chi o'yindan chiqishga tayyormisan? Menga nima qilding? Men seni kichkina qildim. Ha, shundaymi? Lekin bu menga qiziq emas, chunki men kichkina bo'lsam ham seni yutaman. Endi-chi? Bu meni to'xtata olmaydi. Men baribir seni yutaman. Oyo xudoyim, u shu darajada kichkina bo'ldiki, uni ko'ra olmayapman. Yaxshi, menimcha tugatdim. Men baribir yutaman. Jim bo'ling. Yaxshi, u endi yo'limga to'g'ana qo'l olmaydi. Endi esa o'ylaymanki yangiliklarni ko'rishingiz kerak. yangiliklarda nimaga? Politsiya prezidentga nomzodlardan 3 tasining jasadini topdi va bu ishni mana bu chalasdan bittasi qilgan, lekin ko'pchilik buni Sivat qilgan degan fikrda. Bu juda yomon, ular meni qidirib kelishadi. To'xta, menda zo'r g'oya bor. Mana bo'ldi, menimcha bu ish beradi. O, rahmat politsiyachilar, bilasizmi, bu joyni qanday qilib topganimni bilmayman. Mana ko'ryapsizmi, u kengasi bo'lib meni o'ldirmoqchi ekan. Menimcha u aqldan ozgan. Buni qilmadim. Yigitlar, uni bu yerda olib chiqing. Antichaman, buni men qilmadim. Xavotir olma, Sivat. Biz qo'riqlash xizmatini 10 karra oshiramiz. Hatto pashsha ham bizni ruxsatimizsiz bu yerga kela olmaydi. Rahmat ofitser, buni eshitganimdan xursandman. Jinnirsir, kallamga qo'yil. Endi bor yo'g'i bittasini o'ldirsam bo'ldi. Shunchaki odamlarning ishonchini qozonsam bo'ldi. Xo'ja janob, siz Sivatga ovoz berishingiz kerak. Nima? Buni qayerda oldingiz? Bu futbolkani. Bitta shechal bularni tarqatib chiqyapti. Menimcha u g'alaba qozonadi. Yo'q, u yutmaydi. Men yutaman. Shunchaki biroz sabr qiling. Oyo, xudoyim, uni futbolkasi hamma yerda. Nima, u shu darajada mashhur bo'lyaptimi? To'xta, nima? Ular meni yorliqlarimni olib tashlashibdimi? Bu yomon. Men biror nima qilishim kerak. Men ularni o'yindan chiqarish uchun bir nima qilishim kerak. Futbolka xohlaysizmi? Nima? Men axir unga qarshi kurashyapman, ahmoq. Yaxshi, birodar, endi natijalar qog'ozini bering. Iltimos, sen yutyapsan deng. Mana. Bo'la qol. Yo'q, u bor yo'g'i 2% da yutyapti. Men uni to'xtatish uchun reja tuzishim kerak. Yaxshi, yigitlar, men uni qanday qilib yengishimizni bilmayapman. Men uni o'ldira olmayman va bizda pul ham yo'q. Endi nima qilamiz? Biz qaytib keldik. To'xta, nima? Nima uchun qaytib keldingiz bolalar? Biz va nihoyat 1 million zumrad topdik. Yo, xudoyim, qani ketdik bolalar. Men sizlar eng yaxshisizlar. Buni udalashingizga albatta ishongandim.
Yaxshi yigitlar, bu pullar menga qo'ya berdi va men qanday qilib aniq yutishimizni bilaman. Men hozirgina mana bu istirohat bog'ini sotib oldim. Endi odamlarni bu yerga olib kelish kerak. Xaloyiq, men hammangizga o'zimni Lava oroli nomli istirohat bog'imga tekin kirish imkoniyatini beraman. Qani olg'a, ana u yerga. Qo'y, hammangiz, men butun kun davomida istirohat bog'ini tekin qildim. Do'stlaringizni chaqiring. Qani ketdik, hammangiz mazza qilasiz. Bu yerda shuncha narsalar bor, shunchaki zavqlaning. Yaxshi, yana bir muncha odam kelguncha aylanib yuraman. Yo, birodar, nima qilyapsan? O, basketbol o'yinimi? Qani bo'la qol. Sen buni uddalaysan, senga ishonaman. Mana! Yo'q. Pul qaytarib berilmaydi. Yo'q, qani ketdik, mashinalarda hammasi yaxshi. Yo'q, bu yerda nima bo'lyapti? Yo'q, mana bu kichkina toshli tepaga chiqmoqchi. Bo'la qol, sen buni uddalaysan. Bor yo'g'i, sariq toshga qo'lingni uzatsang bo'ldi. Bo'la qol, sen buni uddalaysan. Oy, yo xudoyim, meni kechiring, bu haqiqiy emas edi. Bu shunchaki shouning bir qismi edi. Yo, to'xta, axir bu ovqat bo'limi-ku. Limonad ham hozir zo'r ketadi-da o'zi ham. Iltimos, bitta limonad. Aha, buyurtmangiz hozir tayyor bo'ladi. Aha, rahmat. To'xta. Yaxshi, mana buyurtmangiz tayyor. To'xta, buni aniq ichsa bo'ladimi? Albatta, axir bu hammaga yoqadi. Hozir shou boshlanadi. Men ham boray. Yaxshi joyga o'tirib olay. Hammangiz hayron qolishga tayyor turing, chunki men mana bu temir kamzulni suvdaligimda yetishga urinaman. Yaxshi, qani ketdik. Yo'q, qani ketdik. Menimcha bu juda ham ajoyib bo'ladi. Men tezroq u qanday qilib kamzulni yetishini ko'rmoqchiman. To'xta, uni joni ketyapti. Menimcha u so'nggi soniyalarda chiqmoqchi. U juda ham professional ekan. Yo'q, faqat yana emas. Meni kechiring. To'xta, nima? Mana sizlarga. Yo'q, birodar, buni qanday qilding? Sehr. Ajoyib, yana bir talay odamlar kelishdi. Yaxshi, endi ishga kirish vaqti keldi. Menimcha hammasi shu yerda. Yo'q, yigitlar, sizlar meni yangi attraksionimni hammadan birinchi bo'lib sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldingiz. Qo'y, yigitlar, sizlar hammadan oldin meni yangi attraksionimni sinab ko'rishga taklif qilindingiz. Qo'y, meni yangi attraksionimni sinab ko'rishni xohlaysanmi? Mana u yerda. Ha, qani ketdik. Men ham sinab ko'rsam bo'ladimi? Yo'q. Jennerson. Yaxshi, menimcha hamma futbolkaliklar shu yerda. Yaxshi yigitlar, kim meni attraksionimni birinchi sinab ko'rmoqchi? Yaxshi, qo'lingizni vagon ichidan chiqarmang va zavqlaning. Mazza qiling yigitlar. Sizlarni oxirida kutaman. Mana ular. Qani ketdik. Va bu sivatga ovoz bermaganingiz uchun. Endi bu ishni 100 martadan ortiq qilishim kerak. Yaxshi yigitlar, sizlar oxirgisiz. Mana menimcha mazza qilasiz deb o'ylayman. Meni dunyoyimga xush kelibsiz ahmoqlar. Xo'sh, Sivat, meni dadam attraksioningga ketdi va qaytib kelmadi. O'ylaymanki, u seni narigi tarafga kutayotgan bo'lishi kerak. Rostdanmi? Ha, rostdan. Ha. Qo'y, natijalarni yana ko'rsam bo'ladimi? Menimcha o'sha yigit o'z ovozlarini yo'qotgan bo'lishi kerak. Bo'la qol. Qani ketdik. Men albatta yutaman. 99 ga 1. Yaxshi, Sivat, odamlar meni xohlamagan ekan, men o'yindan chiqaman. Menimcha sen yutadigan ko'rinasan. Omad. Qani ketdik. Men buni uddaladim. Ko'rdingizmi? Sizga yutaman degandim-ku. Buni qilganingga rostdan ham ishona olmayapman. Qani ketdik. Ertaga natijalar chiqadi. Men yutqazishim mumkin emas. Bundan oldin bir ish qilishim kerak ekan. Qani ketdik. Men buni uddaladim. Men ularni hammasini yengdim. Xavotir olmang yigitlar. Yutganimdan keyin sizlarni unutmayman. Hozir esa shunchaki borib uxlab, ertaga o'z g'alabamga tik boqishim kerak. Bugungi kunga qani ketdik. Hoy, janob, natijalarni yana ko'rsam bo'ladimi? O'zimni 100%ligimni ko'rib, yana ishonch hosil qilmoqchiman. Bilasanmi, bu yerda unday emas. To'xtang, nima haqida gapiryapsiz? Nima? Vrox degani kim bo'ldi va u meni qanday yengdi? U saylov natijalariga 6 soat qolganda qo'shildi. 6 soat? Men qandaydir reja tuzishim kerak. Nima? To'xta, mana u. Men tayyorman. Shunday qilib hammangiz menga ovoz berasiz, to'g'rimi? Axir shunchaki ovozlarni sotib olyapti-ku. Menga ovoz berganlar 100 tadan zumrad oladilar. Hammangiz Vroxga ovoz bering. Yaxshi, men uni orqasidan kuzataman. Xo'sh, endi nima qilyapti? Qo'y, birodar, shoshma. Kimga ovoz bermoqchisan? Men Sivatga ovoz bermoqchiman. Ahmoq. Yo'q, u meni ovoz beruvchilarimni o'ldiryapti. Endi qayerga ketyapti bu? To'xta, bu Grox Nui emasmi? Bir soniya, agar bu Vrox Nui bo'lsa, Vrox bu Grox. Hoy, o'zingni bos, birodar, bu yerda nima qilyapsan? Men seni Groxligingni bilaman. Nima? Men Vroxman, nimalar deyapsan? Hazillashyapsanmi? Ha, mayli, bu men, lekin senga hech kim ishonmaydi. Yo, xudoyim, Grox, axir senga jicherlar yoqmaydi-ku, nima uchun bunday qilyapsan? Esingda bo'lsa, sen meni chopib ketgan eding. Qidirilmoqda o'lik yoki tirik Grox MC 10 ta zumrad. Birodar, nahotki shuncha odam o'ldirgan bo'lsang? Qo'ysang-chi, to'xta, axir ularga meni sotmaysan, shundaymi? Albatta yo'q, axir do'stimsan. Do'stlarmiz-a?
Ha, do'stlarimiz. U bittasini o'ldirmoqchi edi. Ha, uni qutqarib qola olmadim, lekin baribir mukofot pulini olaman, shundaymi? Men yutaman va bu qishloqni qasd solish uchun yo'q qilaman. Bunday qila olmaysan, Grox. Men seni bu qishloqni yo'q qilishingga yo'l qo'ymayman. Men hamma shitlarga seni asl yuzingni fosh qilaman. Va bilasanmi, men ana u poshini ham aytib beraman. Qo'y, o'zingni bos, to'xta. Xaloyiq, sizlarga bir narsa aytmoqchiman. Nima? Bu nima? Meni hamma yorliqlarim olib tashlanibdimi? Yo'q, hammasi emas, bittasini qoldirdim. Yo'q, meni yorlig'imga nima qilding? Sivat, senga nimalar bo'lyapti? Nima uchun bunday yorliq yoptirding? Sen hozirgina bitta ovoz yo'qotding. Qo'y, buni men qilmadim, buni Grox qildi. Hozirgina bitta ovoz yo'qotding. Bilasanmi, buni ahamiyat yo'q. Men seni hoziroq to'xtatib qolaman. Hammangiz meni eshiting. Grox siz o'ylayotgandek odam emas. U shunchaki jechel niqobini kiygan Grox. U bu shaharni yo'q qilmoqchi. Nima? U aldayapti. Agar men jechel bo'lmaganimda bunday qila olarmidim? Ha. Yigitlar, rostdanmi? Siz bunga ishonishingiz mumkin emas. Yo'q, bilasanmi? Kel buni hal qilamiz. Natijalar chiqishidan oldin kim yaxshiroq ekanligini aniqlash uchun bellashuv qilishga nima deysan? Mayli, rostmi? Yigitlar, bilasizmi? Bir soatdan keyin meni Grox bilan bellashuvim, ammo menda unga qarshi qo'yadigan qurol yo'q. To'xtang, menda bir g'oya bor. Gaplashish xonasi, aynan kerakli joy. Qo'y, meni jitelcha gapirishga o'rgata olasizmi? Bu nimani anglatishini bilaman. Yaxshi, nima qilishim kerak? Oddiy so'zlardan boshla. Yaxshi. To'xta, nima deb qo'ydim? Nima bo'ldi? Seni onang shunchalik semizki, u ayiqqa o'xshab yuradi deding. Yaxshi, xavotir olma, men xatoyimni tuzataman. Yo'q, nima deb qo'ydim? Men buni hatto takrorlay ham olmayman. Vaqtimni bekorga sarfladim, hozir bellashuv boshlanadi. Yaxshi, xaloyiq, marhamat, Sivat. Hoy, yigitlar, salom. Qandaysiz? Meni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun rahmat. Va endi tantanali musiqa, hammaga marhamat, virram. Men tayyorman, qani ketdik. Meni qo'llab-quvvatlagan kelganingiz uchun rahmat. Hoy, axir bu adolatsizlik-ku. Birinchi savol, Sivat qanday qilib chetlar shahrini rivojlantirmoqchisan? Yaxshi savol. Menimcha men ko'proq shifoxona va maktablar qurdiraman. Yaxshigina yomon javob bo'ldi. Vrox, siz nima qilasiz? Qanday qilib bu shaharga yordam beraman? Bilmadim. Balki men bu shahardagi har bir jetalga 100 tadan zumrad berarman. Yigitlar, pulni bunday sarflash shaharni rivojlantirmaydi. Axir siz unga qo'shilmaysiz, shundaymi? Yo'q, ularga bu yoqdi. Ikkinchi savol, Sevadi, biz sen jetal oilalari haqida qayg'urishingni qayerdan bilamiz? Men albatta ular haqida qayg'uraman. Fakt sifatida o'zim ham 12 ta yetim jetalni asrab olganimni ayta olaman. Va ularni hammasini o'zingga ishlatishga majbur qilgansan. Yigitlar, to'xtang, bu yolg'on, u aldayapti. Yaxshi, Vrox, sizchi? Qanday qilib ularga g'amxo'rlik qilaman? Buni bilmadim, chunki men o'zim bilan o'g'limni olib keldim. Bu bo'lishi mumkin ham emas. Yigitlar, sizlarga aytyapman-ku, bu Grox u aldayapti. Bu haqiqatdan emas. Xavotir olma, o'g'lim, buni hal qilaman. Qo'y, o'g'limga bunday gapirma. Yo'q, xudoyim, yigitlar, sizlar shunchaki cho'chishyapsiz. Yaxshi, Sevat, yakuniy gapingiz. Yaxshi, siz yigitlar unga emas, menga ovoz berishingiz kerak, chunki u To'xta, u qayerga ketdi? Axir sen hakamsan, buni hal qil. Nima, u bu ishni naq bellashuvning o'rtasida qilishi mumkinmi? Yaxshi, hozir shuni aytishim kerakki, Sevat yutqazdi. Nima? Qani ketdik, men yutdim. Yaxshi, qani ketdik, Vrox yutdi. Yigitlar, bunday bo'lishi mumkin emas. Bu adolatsizlik. Men tamom bo'ldim. Yaxshi, bir ko'raychi, balki ulardan bir ikkitasi gapimga quloq solgandir. Hech bo'lmasa 5% ga o'sgandirman, nima? Yo'q, bu o'tgan safargidan ham yomon. Menimcha yutqazaman. Qayerdan yana ovoz to'plasam bo'ladi? Ha, to'xta, bilaman. Savdogarlar shahri, ular meni yaxshi ko'rishadi va ular juda ko'p. Birodar, hammangiz menga ovoz berasiz, shundaymi? Kechirasam, biz Vroxga ovoz berib bo'ldik. Yo'q, qandaysan? Nega unga ovoz berdingiz? U aytdiki, agar biz yursak, bizda cheksiz skalat usti bo'ladi ekan. Yo'q, xudoyim. Qanday qilib odamlarni menga ovoz berishlariga majburlasam bo'ladi? To'xta, agar buni ularga mashhur youtuberlar aytsa-chi, lekin buni qanday qilaman? Menda bir g'oya bor. Yaxshi, Ken, ularga menga ovoz berishlarini ayt. Bilasanmi, birodar, seni shuncha qilgan ishlaringdan keyin buni ayta olamanmi, yo'qmi? Sivatga ovoz bering. Yo'q, bilasanmi nima? Ularga obuna bo'lishlarini ham ayt. Sivat Gamingga obuna bo'ling. Menimcha Sivat juda zo'r va undan zari yo'q. Endi ketsam bo'ladimi? Yaxshi, Karl. Sivatga ovoz bering. Ularga shuni aytginki, to'xta. Nega bunday ko'rinyapsan? Hammaylar nima bo'lganda ham boshla. Bu mening shaxsiy fikrim.
Kim Sivat prezidentligi uchun eng zo'r nomzod? Meni buni aytishga majburlashmayapti. Menimcha Sivat zo'r. Hammaga Sivatga ovoz berganingiz ma'qul. Yaxshi, endi men sendan aqlliligimni. Sen mendan aqllisan. Endi sendan chiroyliligimni. Yolg'on gapirish gunoh. Iltimos, YouTuberlar ish berdi-de. Bora qol. Qani ketdik. Men ko'tarilibman. Men hali ham yutishim mumkin. Mana bu bolakayga qarang. Yutqazishga tayyormisan? Yo'q, faqatgina sen yutqazasan va men g'alaba qozonsam, seni bu shahardan surgun qilaman. Yaxshi yigitlar, nima bo'lganda ham biz qo'limizdan kelgan barchasini qildik va bilasizmi nima? Sizlar menga oilamdek bo'lib qoldingiz. Men albatta yutaman. Yaxshi, mana o'sha yer hozir ovoz berish boshlanadi. Salom janob, ertaroq ovozimni bersam bo'ladimi? Kechirasan, lekin navbatingni kutishing kerak. Yo'q, xudoyim axir bu juda ko'p vaqt oladi-ku. Yo'q, birodar, bu yerda ham hali davom etyapti. Birodar, bu soatlab vaqt oladi. Lekin men buni uddalayman. Menga har bir ovoz muhimdir. Kimdir bir qadam bo'lsa ham siljidim o'zi. Hoy, birodar, zumradingizni tushirdingiz. Rahmat, birodar. Muammo yo'q. Sivatga ovoz bering. Senga nima ahmoqqa o'xshab ko'rinyapmanmi? Mayli. Nima, men qayerda turgandim? Kechirasan, birodar, navbatning oxiriga. Yo'q. Ajoyib. Yana qaytadan boshlayapman. Bunga ishongim kelmayapti. Men bu yerda natijalarni ko'ra olyapman. Bor yo'q 12 taga orqada ekanman. Birodarlar, Sivatga ovoz bering. Men hali ham yutishim mumkin. Yaxshi, men taslim bo'lmayman. Men shu yerda turaman. Bor yo'q 20 taga orqadaman. Men albatta g'alaba qozonaman. Yo'q, hammaga salom. Qandaysizlar? Qo'y birodar, men o'z ovozimni bermoqchiman. Qo'y, axir sen biz ertaroq ovoz bera olmaymiz deding. Men shu yerda 5 soatdan beri kutyapman. Yaxshi yigitlar, bittangiz ham Broxga ovoz bermay qolmang. Yaxshi, endi men ham ovoz bersam bo'ladimi? Bunday demadim shekilli. Mayli, nima bo'lganda ham to'xta. Men qayerda edim? Yo'q! Bu adolatdan emas. Qani ketdik va nihoyat meni navbatim. Men ozgina orqada ekanman. Men albatta g'alaba qozona olaman. Yaxshi, mana. Rahmat. Nima? Nega Groxning ismi bunchalik katta, meniki esa bunchalik mittigina? Axir bu adolatsizlik-ku. Mayli. Bilasanmi nima? Xavotir olma. Men bu adolatsizliklarga qaramasdan ham albatta g'alaba qozonaman va men albatta Sivatga ovoz beraman. Mana, biz ikkalamiz ham tengmiz. Bor yo'g'i bitta odam qoldi. Bo'la qol. Yo xudoyim, u menga ovoz berdi. Men buni uddaladim. Men endi rasmiy ravishda bu shaharni qila olaman. Qo'ysangizchi, axir men 4 millionga yaqin zumrad saqladim. Shoshmang, bizda hali ovoz beradigan ikkita odam bor. Nima, yana qanday ikkita odam? Menimcha hali yakunlamadik. Yaxshi, men baribir yutaman. Yo'q, men ekstraytirganingiz uchun javob berasan deganmidim. Men juda afsusdaman, lekin sen Groxga ovoz berishing mumkin emas. U bu shaharni yo'q qilmoqchi, menga ishon. Yo'q, u men bilan tenglashdi. Mayli, agar oxirgi yigit aqldan ozmagan bo'lsa, men hali ham yuta olaman. Iltimos, oddiy jitel bo'l. Qani ketdik, u oddiy jitel. Meni esladingmi? Yo'q. Sen meni o'g'limni yig'latgan eding. Nima? Qani ketdik. Tekin pul uchun rahmat. Qo'y, meni eshit, men senga o'sha zumradlarni qaytaraman. Shunchaki menga ovoz bersak, Groxga ovoz berishing mumkin emas. Yo'q. Bunga ishongim kelmayapti. Grox g'alaba qozondi. Men yutdim. Taqdirlash marosimini boshlang. Men bu shaharni yo'q qilaman. Men bu yerdan ketganim ma'qul. Bu yomon, bu juda yomon. Yigitlar, biz qochishimiz kerak. Grox g'alaba qozondi va u menimcha biz orqamizdan keladi. To'xta. Menda bir g'oya bor. Buning uchun juda afsusdaman, janob Sigir. Yaxshi, prezident sifatidagi birinchi farmonim, Sivatni yo'q qiling. To'xta, o'zi qayerga ketdi? Qayerda o'sha juvon mark? Mana qayerda ekansan? Menimcha kichkina jechalaring qochib qolgan ko'rinadi. Sen ham shunday qilishing kerak edi. Nachora, men bilan o'ynashmaslik kerak edi. Endi esa seni o'ldiraman va sen barpo qilgan shaharni yo'q qilaman. So'nggi so'zing bormi? Yo'qmi? Men g'olib bo'ldim. Men mudomlamani asqotib qolishi mumkinligini bilgandim. Bu bizni Jitellar shahrini oxirgi marta ko'rishimiz. Biz olg'a borishimiz kerak. Yaxshi bolalar, ko'p yurib yubordik. Keling dam olamiz. Birodar, Groxga qarshi mana bu bir to'da kichkina Jitellar bilan nima qilishim mumkin? Hammasi tamom. Bunga qarang. Balki tamommasdir. Anilados kanaliga obuna bo'ling. Sivat Groxga qarshi keyingi videolarda.